o'zidan qaynana yasab olgan ba'zi bir qaynagachi qaynisingillar. Bitta gap har doim esinglarda bo'lsin. Qaynana bitta bo'ladi. Shunaqa ba'zi bir qaynagachi, qaynisingillar borda, qizli uyiga borganda onasiga aql o'rgatishni boshlashadi. Keliningiz undoq qilsin, keliningiz bundoq qilsin, unga qattiqroq turing, kamroq ko'chaga chiqsin deb xullas shunga o'xshash gaplarni gapirishadi. Va bu xatti-harakatlari bilan sizlarni obro'yinglar tushadiki, tepaga chiqmaydi. Chunki hammani bu hayotda o'zini roli bor. Qaynanalik rolida, qaynagachi, qaynisingillar o'zini rolida qolgani yaxshi. Chunki haligi kelin ham faqat o'zini qaynanasini aytganini qilishi yoki qaynanasi bilan maslahatlashib qilish xohlaydi-da. Ularga chetdan kelib buyruq qilib aql o'rgatsa yoqmaydi. Ta'oning mana siz ham kelinsiz, sizga ham yoqmaydi-ku, ularga ham yoqmaydi. Shuning uchun hamma o'zini hayotida, o'zini rolida yashagani yaxshi. Agar siz doimiy ravishda ukangizni, keliningizni yoki akangizni, kelingizni hayotiga aralashaveradigan bo'lsangiz, bir kun kelib o'zingizni hayotingiz izdan chiqib ketishi hech gap emas. To'g'ri, siz yaxshi ma'noda, yaxshi niyatda aralashishingiz mumkin, lekin bu har doim ham yaxshilikka olib kelmaydi. Endi sizga savol, sizga aka-ukangizni hayoti muhimroqmi yoki o'zingiznikimi? O'ylab ko'ring.